5 mol metan gazdan qanday energiya ajralishini hisoblang. Bunda ajralgan issiqlikning 30% tashqi muhitga tarqaladi deb oling. Demak, bizda issiqlik miqdorining formulasi issiqlik miqdorining formulasi m lambda. Xo'sh, endi tabiiy gaz kerak bizga jadvaldan. Demak, bizga lambdasi 44/10⁶ joule taqsim kilogramligini aniqdan varaqchadan bildik. Demak, endi hisoblashga o'tamiz. Faqat bizda massa yo'q. Demak, massani qanday topamiz dedik? Modda miqdorining formulasi m taqsim molyari. Xo'sh, metan gazni molyasi bitta uglerod va 4 ta vodoroddan tashkil topgan ekan. Demak, 4 ta vodorodniki biri. Demak, qiymatimiz 16, ya'ni grammda bo'lishi kerak ekan. Demak, massani topish uchun modda miqdorini molyarga ko'paytiramiz. Modda miqdorimiz bizda 5 ko'paytirilgan 16. Buni qiymati 80 grammda kelib chiqadi hozir. Demak, jami issiqlik miqdori hozir m lambda bo'lsa, joy-joyiga qo'ysak 80 grammdan kilogrammga o'tamiz. 10 usti minusdan 3 ko'paytirilgan 44 10 usti 6. 10 usti 3 bilan bu qisqarsa qiymat 10 usti 3 qoladi va qiymat kilojulga to'g'ri o'tib olamiz. Demak, qiymatimiz hozir 80 ko'paytirilgan 44 deb beradi. Bu degani 8 ga 4 2 8 ga 4 32 35 bitta joule qiymat. Endi bizdan aytilgan narsa hozir uning 30% tashqi muhitga tarqaladi deyilgan joyi bor. Demak, unda energiya ajralishi demak 30% atrofida tarqalsa, unda faqat 0,7 qismi qoladimi? Demak, undan ajralgan issiqlikdan foydali issiqligimiz 0,7 ko'paytirilgan 3520 qiymat. Demak, bundan o'z-o'zidan 0 bilan bu qisqarsa 7 kara 3 imiz 2100 atrofida bo'ladi. Demak, 2464 degan qiymat ekan. 2464 joule. Bizda unaqa javob B javobda turibdi. Sakkizinchi misol, geliy gazining ichki energiya zichligi shunga teng uning bosimini aniqlang debdi. Xo'sh, endi bizda ichki energiya zichligini omega sifatida qarab turaylik va ichki energiyasini birligiga qarasalaring kilojoule taqsim metr kub, demak hajmga bo'lamiz. Endi ichki energiyaga to'xtaladigan bo'lsak, ichki energiyaning formulasi I taqsim 2 nu RT. Ichki energiyaniki, ichki energiya o'zgarish emas bu. Geliy gazi o'z-o'zidan bir atom beligi uchun 3 taqsim 2 nu RT sifatida qabul qilamiz hozir. Xo'sh, bizdan bosim so'ralyapti. Demak, buni bosimga o'tkazsak 3 taqsim 2 PV sifatida olsak bo'ladi. Mendeleyev Klaperondan nu RT bilan PV tengligidan. Demak, formulaga olib kelsak hozir 3 taqsim 2 PV taqsim V. V'lar qisqarsa 3 taqsim 2 P bo'ladi. Bizdan so'ralgan narsa bosim. Demak, bosimni topsak 2 ta omega taqsim 3 bo'ladi. Joy-joyiga qo'yapmiz. 2 omegani qiymati 18 kilojoulda. Mahrajda 3 bor. Demak, 18 bilan 3 qisqarsa 6, 2 kara 6 12 kilopaskal birlikda kelib chiqadi. Demak, bizdan javob hozir D javobligi ma'lum bo'lib qoldi. To'qqizinchi misol, gaz adiabatik kengayib 24 kilojoule ish bajargan bo'lsa, uning ichki energiyasi qanday o'zgargan?
Demak, adiabatik jarayonda a, tashqaridan olingan issiqlik miqdori nolga teng, ya'ni issiqlik almashmaydi tashqaridan bilan ichkariga. Issiqlik chiqmaydi, tashqaridan issiqlik olmaydi. Q teng 0 bo'lsa, demak birinchi qonun quyidagicha cho'qiladi. Delta U plyusdan A teng 0 va bu yerdan delta U teng A bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam delta Uni manfiy qilib tursak, delta U teng minusdan A bo'lishi mumkin. Xulosa, gaz kengaysa A musbat bo'ladi. Demak, bunda hajm kengaygan 0 dan katta qilamiz. Bu birinchi holat. Agar hajm siqilib toraysa, u 0 dan kichkina bo'ladi ishimiz. Demak, gaz kengayib 24 kilojul ish bajargan bo'lsa, demak A musbatmi? Demak, delta U manfiy bo'ladi o'z-o'zidan. Demak, bu manfiyligi uni kamayganligini bildiradi. Demak, ichki energiyasi 24 kilojulga kamaygan. Demak, javob A javobda turibdi.